Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilari. Iltimos videoroligimiz keng tarqalishi uchun like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bir kuni Dildor pishillabgina uxlab yotgan domlaning yonida o'tirib, termula toqati toq bo'ldi. O'rnidan turdi. Indamaygina ich kiyimlarini ham yechdi-yu, mushukdek sezdirmay domlaning bag'riga kirdi. Hech narsadan bexabar uxlayotgan domlaning qo'llarini olib, o'zini quchoqlattirdi va hansirab nafaslari tiqilib qolayotgan Dildora domlasining lablariga qaynoq lablarini bosdi. Cho'chib uyg'onib ketgan domla avvaliga uyqusirayapman deb o'yladi. Xonani xiragina yoritib turgan tungi chiroq shulasida quchog'ida yotgan kishini avval tanimay sarosimaga tushdi. Tanigach battar bo'ldi. U nima qilishini bilmay qoldi. Turib o'rniga o'tirib oldi. Yap-yalang'och kelini tomonga qaray olmas, unga nima deyishni bilmasdi. Dildor, kelin, bu nima qilganingiz? Kim degan odam bo'ldim endi? Sanjarga nima deyman? Domla, avval mening dardimni eshiting. Men sizni birinchi bor darsga kirganingizdayoq sevib qolganman. Dunyoga kelib sizdan boshqaga ko'ngil bermaganman. Qancha edi mening ishqimda o'ladiganlar. Men o'sha yigitlar sinfdoshlarim, kursdoshlarim qolib faqat sizni sevdim. Sizni deb nimalar qilmadim? A'lochi bo'ldim. Sizni deb sportchi bo'ldim. Sizni deb alpinist bo'ldim. Nihoyat sizni deb sanjaringizga tegishga rozi bo'ldim. Uni zig'ircha sevmayman. Bu hovliga sizni deb keldim. Men sizni sevaman. Buni shu paytgacha ayta olmay o'z yog'imda o'zim qovurildim. Yetar, jonimdan to'yib ketdim. Gapirmang, nasihat qilmang. Baribir bugun siz bilan bo'laman. Keyin peshonamdan ko'raman. Gunoh yomon gunoh kelin. Men sizni qizim devdim. Odamlar eshitsa, domla, hech kim hech nimani eshitmaydi. Piqillab yig'lay boshladi Dildora. Shu bugun meni yoningizdan haydamang. Mayli, erkalatmang, mayli o'pmang. Sizni achon qilib yotsam bo'ldi. Ertalab birga nonushta qilishga beti chidamagan domla shoshib chiqib ketdi. Darsdan keyin singlisinikiga o'tdi. Jiyanlarini sog'ingan domla shu kuni jiyanlari bilan tunab qoldi. Dildor surishtira qaynotasini topdi, ammo domla darvozalarni mahkam qulflab, "Yotavering, hech narsadan qo'rqmang" deb qorong'ulikdan qo'rqadigan kelinni tinchlantirdi. Ertasi kuni kechki ovqatdan keyin Dildor domlaning o'rnini katta xonaga solib o'tirmadi. Uni o'zining yotoqxonasiga boshladi. Dildoraning yanada ochilib ketganini, bir oz to'lishganini ko'rgan Yangi yil arafasida kelgan Sanjarning battar mehri tovlanib ketdi. Ta'tili tugasa-da Moskvaga ketgisi kelmadi. Lekin Dildor o'qishingiz chala qolmasin, borib yaxshi o'qing, olim bo'lib keling. Progulchi bo'lmang deb holi joniga qo'ymay uni Moskvaga haydadi. Sanjar ketar chog'i dadasiga o'pkalandi. Dada, ta'tilga kelganday bo'lmadim. Kelganimdan beri siz ham o'zingizni olib qochasiz. Ketmayin desam keliningiz ko'nmaydi. Ha demay yozga ta'tilga kelasan. To'yib suhbatlashamiz o'g'lim, dedi domla uzoqlarga tikilib. Yozda kelganda esa uni Dildor yana xursand qildi. Sanjar o'g'illik bo'lgan edi. Sanjarga mos qilib Sarvar deb ism qo'yishibdi o'g'liga. Sanjarning bolalikdagi rasmini ko'ring, Sarvarni ko'ring. Ikki tomchi suvdek bir-biriga o'xshar edilar. Sanjar aspiranturani tugatib kelganda bobosi uni qo'ltig'ining tagidan sochiqni o'tkazib olib yurdirayotgan edi. Sanjar dadasiga qanday minnatdorchilik bildirishni bilmas, har kelganda turli sovg'alar olib kelib, uning ko'nglini ovlashga harakat qilardi. Sarvarga yana 2 yil qarab turadigan bo'ldingiz dada, deb qoldi Sanjar. Ustozlarim nomzodlik dissertatsiyasini salgina ishlab qayta yoqlasam, doktorlik unvoniga ega bo'lishimni aytishdi. Mayli ko'ya, chaynaldi domla. Bitirib kelsang domga chiqib ketmoqchi edim. Bu nima deganingiz? Hayron bo'ldi Sanjar. Yoki keliningiz xafa qilyaptimi? Yo'q, kelin yaxshi. Ha, aytgancha, kelinni olib ketsangchi. Ham Moskvalarni ko'rib kelardi. Ham xotin qo'sh ho'kiz deganday, men ham keliningizdan bir lahza ajralmasam deyman, lekin u yoqlar Sarvarjonga sovuqlik qilar deyman dedi. Sanjar, men hech qayoqqa bormayman, Moskvani televizordan ko'raman dedi Dildora. Oldin professor bo'lib olsinlar, undan keyin o'g'lingiz xohlagan shaharlarni ko'rsatadilar. Domlaning dardi ichida qoldi. Sanjar Moskvaga bora kela Sarvar 3 yoshga to'lib burro gapiradigan ham bo'ldi. Avgustning 20-sida yoqlashi kerak bo'lgan doktorlik ishini ro'parasi 1 oy oldin yoqlagan. Sanjar bu haqda dadasiga ma'lum qilmadi. Xarajat tortib bu yoqqa kelib yurmasin dedi. Borayotganini ham bildirmadi. Surpriz qilmoqchi bo'ldi. Samolyot yarim kechasi yetib keldi. Sanjar taksi to'xtatib uyiga yetib oldi. O'zining kaliti bilan darvozani va o'zining xonasini ochib kirdi. Katta xonada Sarvarbegi yolg'iz yotganini ko'rib hayron bo'ldi. Uning ikki yuzidan o'pib yotoqxonaga o'tdi. O'rnida sochlari to'zg'ib ketgan Dildora yotar. Uning ustida ko'rpa yo'q bo'lib, oppoq badani tungi chiroq yog'dusida tovlanib turar. Ustida esa kimningdir baquvvat qo'llari yotardi.
Uning kimligini bilib bo'lmas. Yuzlari Dildoraning sochlariga ko'milgan, tanasi esa choyshab ichida edi. Sanjar oyoq uchida tashqariga chiqdi. Darvozaxonada mashina temir tersaklari ichida turadigan boltani qiynalmay topdi. Iflos. Men unga shunchalar ishonibman. U bu yerda o'ynash orttirib olibdi. Dadamga ishonuvdim. Dadam qayerda ekan? Nahotki bexabar qolgan bo'lsalar, biron yoqqa ketgan bo'lsalar, bu qanchiq o'ynashni chaqirib olgan. Bu buzuqni ham bir yo'la chopaman. Sekin yotoqxonaga kirib, chiroqlarni yoqdi. Yorug'dan bezovta bo'lgan erkak bir ag'darilib yotdi. Uning boshi uzra bolta ko'targan Sanjar toshdek qotib qoldi. Ko'zlariga ishonmay aylanib o'tib, yaxshilab tikilib qaradi. Sanjar yanglishmagan edi. To'shakda Dildorani quchoqlab yotgan odam Sanjarning dadasi edi. Sanjar boltani sekin tushirib, uni polga qo'ydi. Ovoz chiqarmay borib chiroqni o'chirdi va oshxonaga o'tdi. 3-4 sigaretni usma-us chekdi va sekin o'rnidan turdi. Borib o'g'lini quchoqlab uzoq yig'ladi. Uyqusirab uyg'ongan o'g'lini o'pib uxlatmoqchi bo'ldi. "Dada, nima olib keldingiz?" so'radi Sarvar. "Shokolad olib keldim o'g'lim" dedi. Titrab qaqshab Sanjar. "Ko'p shokolad. Uxla, ertalab yeysan." U o'g'lining ustini choyshab bilan yopib, oshxonaga chiqib ketdi. Sarvar uxlay olmadi. U tezroq shokolad yegisi keldi. Borib, ayasini uyg'otdi. "Shokolad yeyman, aya, shokolad. Bor uxla." Jerkidi uni Dildora. "Nima balo, tushingga shokolad kirdimi?" "Dadam olib keldilar. Ko'p shokolad olib keldilar." Ona bola suhbatidan uyg'onib ketgan domla Sarvarni ovutmoqchi bo'ldi. Ovuta olmadi. "Dadam ko'p shokolad olib kelibdilar. Shokolad yeyman." Dadang keldimi?" Hushyor tortdi domla. "Keldilar. Oshxonada chekib o'tiribdilar." Domla irg'ib turib apil-tapil kiyindi. Dildora ham yelkasiga xalatini ilgancha domlaga ergashdi. Oldin-keyin borishib oshxonaga kirgan domla va Dildora dahshatdan qotib qolishdi. "Voy o'lmasam." Oshxonada qondan hosil bo'lgan ko'lmaklar ichida ikkala qo'lining bilaklari ham bir necha joyidan kesilgan. Sanjar ajablanishga o'xshash bir ifoda qotib qolgan ko'zlarini shiftga tikib, xuddi tirikdek devorga suyanib o'tirar edi. Birovlar o'lsa dastlabki kunlari odam ko'p kelib, keyingi ma'rakalarga yuqlovchilar soni kamayib borardi. Sanjarning ma'rakalariga esa har gal o'tgan safargidan ko'proq odam kelayotgan edi. Domlaning nazarida hamma bir-biridan voqea tafsilotini eshitib, iblisning urg'ochisini va uning o'ynashini tomosha qilishga kelayotgandek, hamma uni bir-biriga imlab ko'rsatayotgandek, ana shu-da o'g'lining boshini yegan, nahsga botgan domla deyotgandek bo'laverdi. Domlani mashina garajidan topdilar. O'ziga o'zi hukm chiqarib, o'zi uni ijro etgan, o'zini osgan edi. O'g'lining 40 kuni domlani ham dafn qildilar. Qabristonga tobutni ko'tarib borayotgan erkaklar Dildorani bir necha bor qaytardilar. Qabristonga ayollar bormaydi dedilar, ammo u qaytmadi. Endi u qaytmas edi. Hech narsani anglamas, tushunmas edi.